Makvinni haqiqiy raqibi ana endi tayyor. Kutib olinglar. Chikko Reverem Show oilasida jigarlar. Chickozor. Voy. Yoribsizlar. Disko balon. Bu darajada birga bir chiqadi. O'ylamagandim to'g'risi. Mana Izzat aka Dax studioga kelganmiz. Hozir oyoq kiyimi bitta ko'rsatning, oyoq kiyimini qaranglar. Bu mens bo'lyapti, hamma yoq. Gap bo'lishi mumkin emas. Aka birga bir yasab qo'yibsizlar. Necha kun va qanaqa mehnat ketdi? 12 kun mehnat ketdi. Qiyinchilikni aytmasa ham bo'ladi. Xonada 12 kun yashashni o'zi bo'lmaydi. Uyqusiz tunlar bo'libdi-da, xullas. Eng asosiy savollardan bittasi, agar Reverem Show'da ishtirokchilar qatoriga qo'shilsangiz 500 million yutasiz, nima qilasiz? 500 millionni eng birinchi o'ylagan narsam qolgan ishtirokchilarga ma'lum bir miqdorda tarqatib chiqamiz. Qolganini servis rivoji uchun ishlatamiz. Ya gap yo'q, o'zini o'ylamagan insonga addushi rahmatimiz. Ana endi sizlarning navbatinglar. Meni fikrimcha Chikko birga bir o'xshagan. Endi bu yog'ini o'zingizlar bilasizlar. Like, kommentariyani postlashinglar chunki akamlarga motivatsiya bo'ladi. Aka, o'zingizga o'zingiz kubik yasabsiz. Raqiblarga nima deysiz, soperniklarga? Soperniklarni Reverem Show'da ko'ramiz endi. Ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan mana shu pultni shu videoni kommentariyasida g'olibini aniqlaymiz. Bir raqamini qoldirishinglar yetadi. Davay jigarlar, omad Reverem Show'da hammanglar bilan ko'rishguncha.